Assalomu alaykum aziz tandiruvchi ishqibozlari. Navbatdagi obyektimiz Samarqand shahrida bo'lyapti mana. Shu kichkinagina 3x3 yopiq pomesheniyamizga bir 22 litrlik, bir 30 litrlik qozon, o'rtaga bitta mangal, moyka, gaz plita, рабочий stol, холодильникka joy qilib shu yerga joylab bermoqchimiz. Xudo xolasa kuzataverasizlar. İşlerimiz davom etyapti. Mangalimizni ham mana shakllarini chiqarib, qozonlarimizni ham tayyorlab oldik. Endi ikkala qozonimizni mo'risi shu yerdan bunday mo'r yo'l qilganmiz, turba qo'yganmiz bunaqasiga. Shu tutunni yaxshi tortish uchun bu tarafdan xuddi shunday qilganmiz. Shu mo'r aylanib, tutun aylanib, o'sha g'isht orqasidan qo'yganmiz. Azbest turba shundan chiqib ketadi. Bitta dimoxod qilib shu mangalga qo'shib chiqarib yuboramiz. Mana qilib to'sinni ham kesib, tepaga brus qo'yib osib qo'ydik. Endi tepa patalolarni ham qilamiz. Elektrik ishlarini ham, kabellarni tashlab oldik. Gaz plitamizga ham joylarni qo'ydik. Mana kabel o'tadigan, gaz turbalar o'tadigan joylarni qildik. Bu yoqqa moyka o'rnatamiz bu yerga. Bu yerda ham suv uchun turbalar tashlab ketilgan ekan. Shularni qildik. Xullas kuzatib boraveringlar, yana bitish jarayonlarini sekin-sekin ko'rsataveramiz. Mana ustalar shpakilovkani ham boshladik mana. Rodni shuvoq qilib, ustidan eksilur shpakilovka rang beramiz. Bu yog'ini kafel qilamiz. Mangalda. Kafellarni ham boshlab oldik. Mana 8 kunlik mehnatni samarasi. Ko'rishinglar mumkin. Shu yerga bitta 80 talik mangal, 50 talik qozon, 22 litrlik qozon, рабочий stol, bu yerga 60 talik moyka и gaz plitaga joy qilib qo'ydik. Poli bo'ldi, patologiya stenalari patkulch bo'ldi, xudo xolasa. Xo'p, shu ko'hnamiz 3x3 metr joyga joylashgan. 3x3 joyga. Shu materialga общий расход, o'rtacha materiallardan foydalandi. 8 million, 9 million atrofida ketib qoldi. Shu uydagilar hisob kitob bo'yicha shunaqa ketdi deyishyapti. Sog' bo'lasizlar, kuzatishda davom etinglar.